Heliqi atalmış boyvachcha sirtda xuddi menga qanday qilasiz degandek qarab turadi. Neri turash? Menga chaqilishma. Men shundoq deb ularni eshik oldidan ishtirib etib, Po'lat boyvachchaning oldiga keldim. Bugun meni ketgili qo'ymaysiz. Shundaqmi? Ma'qul. Men qo'shildim. Lekin sizni hargiz unutib qolmayman. Mening gapim tugishi bilanla seriq chashdan birsi sat kulib. Ohoy, boyvachcha, ta'ling bajim sening. Seni aslaydigandan yana birsi chiqdi mana. Dedi. Bo'ldi. Uduldiki, mava cho'ngroq ayrimxonaga kirib o'ltirayli. Po'lat boyvachcha shundoq deb ayrimxona ichiga qo'limdan tortib ipmangdi. Bu ayrimxona boya biz o'ltirgan ayrimxonadan xiyli cho'ng ham chiroyli bezalgan bo'lib, qiz o'g'il aralash 10 necha odam o'ltirdik. Men Po'lat boyvachcha bilan bir o'rinda uning yonida o'ltirdim. Ular birdam xuddi sarang bo'lib qolgandek mikrofonni qo'liga elib, vaqirab chaqirsa, birdam uslo o'ynab o'ltirishadi. Po'lat degan bu bola bo'lsa, faqat ichimlik va ozroq aroq ichib o'ltirdi. Deganidek, menga hech qanday adabsizlik qilmadi. Ham boshqalarning menga qalaymiqan gap qilib chaqchaq qilishiga yo'l qo'ymadi. Bu yerdagilar uning gapini bekla anglaydi ekan. Qaraganda cho'nglarning puli borning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng degani rost o'xshaydi. Ko'z oldimdagi bulardan shundaqmi bearam bo'ldim. İçimde acamga bo'lgan o'shmanlikim yalqinjamoqda. Saqchiga ma'lum qilay desam, u mening acham tursa, dadam, opam qanday qiladi? Bütün asiyodimda bechora dadam. U qanday bo'lib ketgandi? Mening uyga qaytmaganimni bilganmidi? Opam qancha ochiqlab ketgandi? Endi qandaymi qilaman? Ularning yuziga qanday qaraman? Ishqilib men o'zimga pak. Men dadamga yuz kelmaydigan ishni qilmadim. Moshunda xiyollar bilan o'zimni bazlab o'ltirdim. Sahar soat 3 bilan sorun oyoqlashdi. Men darhol qaytmoqchi bo'ldim. Biroq Po'lat meni to'sib, "Bu kashda mashina to'siyolmaysiz. Yo'l yiroq. Hargiz ketib bo'lmaysiz. Men opirib qo'yay." deb turib oldi. Men uningga qarab birini olayotgandan keyin hojati yo'q, mushpet mangsam, tong atqicha uyga berib bo'laman deb oldimga mengayverdim. Jahillik qilmang. Bu kechida bir qiz bola yo'lda yolg'iz yursangiz xatarlik. Bo'lmasa, men sizni yotoqqa o'rlashtirib qo'yay. Ati kunduzda qayting. Uning gapini anglab, rostilla qo'rqib qoldim. Biroq ati qaytishga ko'nglim unamay, uningga yana bir qitim tavakkul qilib, uning mashinasiga chiqdim. O deganidek, mening ko'rsatganim bo'yicha bizning uy tarafga qarab haydayotdi. Yo'l bo'yi uningga bir eg'izmi gap qilmadim. U menga gap qilmadi. Mashina bizning mahallaga qayriladigan do'qmishga kelganda, men mashinani to'xtatishni aytdim. U mashinani to'xtatdi. Men tushib mangay deb tursam, u tuyuqsiz zuvonga kirib, "Men akirib qo'yaymi? Ota-onangizning oldida sizning pokligingizga guvoh bo'lib beray" dedi. Uning bu gaplarini anglab achchig'imdan yerilib ketay dedim. Uningga bo'lgan o'shmanligim texim oshdi. Hojati yo'q. Men shundoq deb mashinaning eshigini jang'ida yepib o'tgandan keyin uy tarafga qarab shugurib ketib qoldim. Ko'nglimda uyda dadam opamning yo'q bo'lishini tiladim. Eshik oldiga yaqin kelgancha yurak so'qishim tezlashib, jiddiylashib ketyotdim. Navoda ular bilgan bo'lsa, ularga nima deb tushuntirishimni bilmaydim. O'ylaganimdek darvozani ochib kirishimga, o'yladagi karvatda dadam opam o'ltiradi. Ularning chiroyiga qarashqimi petinolmay, asta ularning qishig'i bordim. Tong amdala suzilishga boshlagan bo'lib,
dadamning meningdan ansirab kechichi kirpik qaqmaganligini bildim. Nega bordingiz? Endi kelganingiz nemisi? Dadam mendan shundoq deb so'radi. Uning ovozi titrak aralash chiqyotdi. Men nima deyishimni bilmadim. Bizning nahiya bozorida ya bir tuqqanimiz, ya mening bir do'stim yo'q. Men zodi nega bordim deyman. Navoda yolg'on gap qilsam, opam cho'qim surishtirib baqadi. Ishning aynan ahvolini desam, dadam bardoshlik bera olami? Nimala degan bilan har ikkimiz uning qizlari tursak, u bizning bundoq bo'lishib ketganimizni bilsa, zodi qandoq bo'lib ketar? Yana kelib opam boyada dadamning mening gaplarimga ishonib, achamning meni setayotganiga ishonishi notayin. U chaqda men yana qandoq qilaman? Gap qila, u bas. Dadang sendan gap so'rayotdi. Xiyollarimni opamning meni noqib turib qilgan gapi bo'lyapti. Dada, men duduqlab sada nima deyishimni bilmay yo'tatdim. Ha, nima men davirsa, dadang seni nega bording deyotdi. Seni bu yerda kegashlab berdimidi? Bir kecha uyga qaytmay, sada nega bording, ha? Kim bilan buzuqchilik qilding, gap qila. Apam shundoq deb meni yana bir qitim noqidi. Yo'q dada, menga ishoning. Men pak. Men hech qanday ish qilmadim. Menga ishoning jinim dada. Oh, beg'araz. Dadam shundoq deb qattiq vaqirg'inicha meni bir shapaloq soldi. Esimni bilib taki hozirgacha menga chingroq vaqirabmi baxmagan dadam bugun meni tunji qitim bir shapaloq urdi. Buningdan uning naqadar azoblanganligini, mendan qanchalik ansirganligini, shirikining qanchalik og'riganligini bilgan edim. Bu shapaloq menga haq edi. Chunki u textinugullah menga pokligimni saqlab, axloqli odam bo'lish to'g'risida nasihat qilgan emasmidi? Apam menga bu to'g'risida tarbiya qilib o'ltirmaydi. Bir dadaning bo'yiga yetib qolgan qiziga qizlarning pokligi to'g'risida eg'iz echib tarbiya qilish osonmi? Men nima qilib qo'ydim? Nimishqa dadamni umidsizlandiraman? Nimishqa oqshom shu yerda tamg'a usib o'lib olmagan bo'g'iydim? Yana nimishqa uyga qaytib keldim? Hech bo'lmaganda oqshom o'zimni o'ltirib olgan bo'lsam, o'zining pokligini qo'g'dash uchun o'lib olibdi desa, xalqi olam oldida sal yaxshiroq bo'la bo'g'iydi. Endi men qandoq qilaman? O'zimni qandoq oqlaman? Yo'q. Men hech nima qilmadim. Nima deb xalqning bir nima deyishidan qo'rqidakman. Nima deb o'zimni oqlab o'ltirg'idakman. Daqiqa ichida kallamga mushundoq chegish xayollar paydo bo'ldi. Men beshimni ko'tarib dadamga qaradim. Uning ko'zidan sirg'ib tushayotgan ikki tomchi yoshni ko'rib, yuragim pichoq bilan tilgandek og'rib ketdi. Nemishqa bundoq qilasiz? Nima gap bo'lsa, menga deysingiz bo'lmamdi. Nemishqa mening sizdan kutgan umidimni yada qo'yisiz? Oqshom doktorxonadan chiqib qaytib kelsam, siz texi kammabsiz. Sizdan ansirab, opangiz ishkimizning qandoq bo'lib ketganimizni bilamsiz. Ochingizga telefon qilsam, sizni boldurli ketgan deydi. Zodi nemish bo'ldi? Nemishqa gap qilmaysiz? Birasi bo'lsa qildimi? Dadam o'zini bir besib elib, menga yana nurg'un savollarni yog'diribdi. Dadamning gapini anglab, men rost gap qilgan bilanmi, menga ishonmaydiganligini o'ylab yetdim. Men zaten nima deyishim kerak? Meni hech kim bo'zaq qilmadi. Men rostilla hech qilmadim. Menga hech bo'lmadi. Men Amasa, zaten nemishqa uyga qaytmaysiz? Dadam mening yana duduqlab gap qilmayotganligimni ko'rib, yana bir qitim qattiq vaqirdi. Men yig'lashga boshladim.
Apam açchig'ida o'choqning qishidan bosh barmoq qo'lidan to'mroq keladigan bir tayoqni elib meni urishga boshladi. Nemishqa gap qilmaysan, ha? Voy zodin nega bording deyapman. Bu bizga nima kun amdi? Biz mavjud mahalla oldida yuzimizni qandoq ko'tarib yuramiz? Nemishqa bizni o'ylab qo'ymaysan, ha? Agi tek kun kep ketgan bo'lsa, menga desang bo'lmamdi, get qiladayman, ha? Tayoq dumbamga, bilaklarimga, putlarimga, ish qilib badanimning hamma yerlariga tegib o'tadi. Butun badanim og'rishga boshladi. Faqat yuzimni epqa chatdim. Bu qitim dadam opamni tutib olmadi. Aksicha o'rnidan turib uyga kirib ketdi. Opam bir haza urib, og'anda ondan to'xtab qoldi. Tayoqni o'shtilib azroqli qolgan edi. U tayoqni yerga kuchab tashlab etgandan keyin dadamning keynidan uyga kirib ketdi. Enim bo'lsa hujra uyning eshigidan beshini chiqarib qarab turadi. Og'rib turayotgan badanimni so'rab, hujra uyimga kirdi. Cho'ng opamning suratiga qaradi. Meni teximiz yig'i tutishga boshladi. Qattiq ovalchilikqa qolgan edim. Biroq, endi qanday qilg'uliq? Kim menga ishonadi? Og'zimni ching tutib elib, ovozimni chiqarib yig'lashga pedinolmadi. Shu kundan boshlab dadamning ahvoli yanama og'irlashib ketdi. Doktorxonada qaytadan bir hafta bolnisda yotdi. Har ishkilisi menga ortiq gap qilmaydi. O'tgan hafta qo'yib bermadi deb uyga qaytmagan ocham bugun hafta oxiri bo'lgach uyga qaytib keldi. Ochamni ko'rib, dadamning chiroyiga kulki yugurdi. Buni ko'rib shurikim teximi og'ridi. Ocham ikkimizga yolg'iz paranglashadigan fursat bo'lmag'achqa, men dadamni o'ylab ortiq gap qilmay, dardimni ichimga yutib surdim. Paxtadan hosil oladigan chaq kelgan bo'lg'achqa, men boshqalarning kevizini ko'tara elib paxta tadim. Bu jarayonda uydagilar yoki mahalladagi hech kim bilan ortiq paranglashmadim. Biroq men heliqi kuni qaytib kelganda boshqalar ko'rib qolganmi yoki ho'ylimizdagi parangni anglab qolganmi ish qilib, men to'g'riliq so'z cho'chaklar teximi ko'payishga boshladi. Mening bir kecha uyga qaytmaganim butun mahallaga pur ketgan edi. Apammi o'sha sabablik hadisala mendan putoq chiqarib, meni urib tillaydigan bo'lib oldi. Dadammi ko'masga silib kari bo'lmadi. Paxtani terib tugitib bo'lgandan keyin apam men bilan paranglashadiganligini aytib, hujra uyimga kirdi. Apam uyga kirib bo'lguncha apamning nima deydiganligini ko'nglim tuyib bo'lgan edi. Chunki necha kun burun dadam bilan apamning meni yotliq qilib etish to'g'riliq paranglashganligini anglab qolgan edim. Apam uyga kirib, mashning oldida o'ltirib, bir isinib etgandan keyin "Sana elchi keptikan. Dadang ikkimiz maslahatlashib, bu to'yga qo'shildik. Senmi taniysan? O heliqi Barat tog'angning o'g'li Kerem. Ayoli necha yil burun tugab ketibdikan. Balalarni hozir Keremning ota-onasi beqib etibdi." Apamning gapini anglab cho'chib ketdim. Men ularni har qancha bo'lsa-mu menga moshundaq birsini topadi deb o'ylamagan edim. Nima? Kerem dedingizmi? U degan mendan xiyli cho'ng. Balasining cho'ngi to'liqsizda o'qiydigan tursa, dadam demaklik odamga yotliq bo'lamdim. Yana kelib u degan o'tib ketgan horoq kashtirsa. Nima? Yaratmayapsan texi? Dadam chig'ida qo'shilgan tursa. Sen nima to'la gap qilasan, ha? Sana shunchalik loyiqning chiqqanimi cho'ng ish. Haq chig'ida seni hech nima demayman davasta. Sening qandaqligingni mahallada kim bilmaydi? Seningcha bo'lganda, sen tuzukrak elchikanmisa, biz yuzimizni qilin qilib boshqalarga qizimizni sizlarga beraylik deb basak bo'ladi ekanda. Seni kim oladi? Holingga beqib gap qilabi. Sana maslahat silvatmayman men, uqtirib qo'yibataman. Bu uyda yuzingni yana qilin qilib o'ltirib elib, bizni xalqi olam oldida nomusdan o'lsin deydikansan, ha? Apam shundaq deb chalva qilganicha uydan chiqib ketdi.
Men bu to'yga qo'shilmayman deb necha qitim dadam opamga yalvardim. Texi to'y qilish yeshiga yetmadim deb baxtim. Foydasi bo'lmadi. Dadam faqat ortiq gap qilmay, o'zini ep qochib turdi. Opam bo'lsa, yana shu gapni takrorlab, meni bu to'yni qilasan dedi. Bir kuni kechda opam bir qo'shnimizning uyiga chiqadiganligini, yolg'iz qo'rqadiganligini aytib, meni billa ep chiqdi. Chiqqandan keyin bildimki, bu heliqi Kerem deganning uyi ekan. Uyga kiribla, tenim shirkinishga boshladi. Chunki Keremning ko'zlaridagi shahvat uchquni meni allaqandoq sagiklashtirib o'tadi. Opam bilan Kerem o'tirsida ortiq gap so'z bo'linmadi. Odatdagi paranglarni qilishgandan keyin Kerem opamga 10 ming yuan to'yliq puli berdi. Men u yerda hech nima deyolmadim. Opam bilan Keremga qarab, ko'nglim bir shumliqni sezib tursimi, biroq opam yonimda bo'lg'ashqa o'ltiraverdim. Birdamdan keyin opam to'yliq to'g'risida dadam bilan maslahatlashib baqmoqchi bo'lib dadamga telefon qilgan bo'ldi. Biroq ovoz yaxshi kelmadi deb sirtqa mangdi. Men mu darhol o'rnimdan turib agashdim. Osh, nunda qilsa, odamning ichini siqib, o'ltirib turabi, mana. Opam shundaq deb mening qo'limdan ishtirib, kanga o'ltirg'izib etib chiqib ketdi. Men o'zimni o'ngshab turib bo'g'icha Kerem berib eshikni taqidi. Nimishqa har qitim mushundaq ishqa men uchrayman. Men zahda nimani xato qildi. Ichimda bir ochiq alam yuragimni tatladi. Opam chiqib ketgandan keyin ishlarning tegiga yetdim. U asli bugun meni maqsadlik holda o'zi bilan birga elib optikan. Biroq men nima deb bu ona bola ikkisiga oqidan bo'zak bo'lib, ularning pul topadigan pechkisiga aylanib qolgudakman. Ularda ya ona mehri, ya qarindoshlik mehridan asarmi bo'lmasa, ajiba mening opam 3-shaxs bo'lgani uchun ular mening g'ururimni, poklig'imni mushundoq deb sandiqsi bo'lamdikan. Daqiqa ichida kallamdan yalt qilib o'tgan mushu xiyollarning turtkisida bu yerdan chiqib ketishning amalini izlashga boshladim. Kerem eshikni ichidan taqib etgandan keyin ko'zlaridan shahvat uchqunlarini yandirib, sho'lgaylarni chachirtib, bir nimlarni deb meni qo'llab, asta menga yaqin kelmoqda. Men bo'lsam jalaqlab titirganimcha bu yerdan qochib ketishning amalini izlab, har tarafga qaraydim.